إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت بغفلتها القلوب وما زالت بغفلتها القلوب. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Mana bu yuqoridagi ma'noning tasdig'iki shar'iy oyatlarda da'vatchilarini gapini eshitmaganlar ertaga kavniy da'vatchilarni eshitishga majbur. Kavniy da'vat degani yuqorida aytganimizdek Allohning balosini. Dunyoda shar'iy oyatlar bilan da'vat qilayotgan da'vatchini eshitmagan odam ertaga quloqlarni yirtaydigan Isrofilni da'vatini eshitishga majbur. Nima qildi uni chaqirig'ini eshitsa, hamma ham eshitadi-ku desangiz, yo'q, u kishi ularni yomon, juda ham xunuk narsaga chaqiradi. Ya'ni jahannamga chaqiradi. Bugun sizni jannatga chaqirib baqirgan odam sizga baqirig'i yoqmasa, shuni bilib oling. Sizni jannatga kiritib baqirgan odamni baqirig'i sizga yoqmasa bugun, ertaga shunaqangi baqirig'ini eshitasizki, bu da'vatchilarni baqirig'i hech narsa emas uni oldida. Isrofil alayhisalom degan da'vatchini baqirig'ini qulog'ingizni yirtaydigan qilib. Lekin endi sizni u jahannamga chaqiradi u. Kel endi deydi mana. Dunyoda seni baqirib jannatga chaqirganini eshitmadingmi? Endi baqirib jahannamga chaqirilasan mana. Bugun shunchidan o'zicha da'vatchilarni qattiq gapirishligini yoqtirmaydigan odam bo'lsa agar, ertaga undan da qattig'iga chaqirilasiz, keyin lekin kech bo'ladi. Odamlarga hozir yoqmaydi. Buncha baqiraverasizlar deydi, hammani urishib deydi masalan. Ertaga baqirilmang deb baqiryapmiz sizga. Ertaga jahannamga qarab chaqirilmang deb sizga baqiryapmiz. Jannatga qarab chaqirib baqiryapmiz sizni. Sizni yomon ko'rgandan emas bu. Xushsha an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ular ko'zlari qo'rquvda bo'lib, mana baqirib chiqadilar qabrdan. Isrofilning chaqirig'idan yuraklari yorilib qabrdan chiqib keladilar. Xushsha an absaruhum. Xuddiki ular yer tagidan chiqib kelayotgan tarqalgan chigirtkalardek bo'lib ajdas, ya'ni qabrlardan chiqib keladilar. Muhti'ina ila-da, ana chaqiruvchiga ijobat qilib chiqib keladilar. Yaqulul kafiruna hada yawmun asir. Unda kofirlar aytadilarki, bu bugun juda ham qiyin kun deydilar. Yakhrujuna minal ajdas. Ular qabrdan chiqib keladilar. Ajdas qubur degani. Qanaqa qilib chiqib keladilar? Ka'annahum jaradun muntashir. Har tomonga qarab tarqayotgan chigirtkadek chiqib keladilar. Tashbih qarang, juda ham ajoyib. Bugun internetda chigirtkaning tuxumlash jarayonlari bor, videolari ko'ring. Shu gaplarga olib mana shu narsani qo'ying kerak bo'lsa, video qilib tarqating. Juda ham bir ajoyib ta'birda Alloh ishlatgan. Bir chigirtka 80 taga yaqin tuxum qo'yadi. 80 taga yaqin bitta teshikka qo'yadi o'sha tuxumni. Haligi chigirtkalar haftalab yotadi tuxumida. Keyin ular yer tagidan chiqib kelishligini qarasangiz, bitta teshikdan urilib, turtilib, siqilib, bir-birovini tepib chigirtkachalar chiqib kela boshlaydi. Yaltirab, oppoq. 80 taga yaqin chigirtka chiqib keladi bitta teshikdan. Subhanalloh, ko'ryapsizmi? Qiyomatda bir go'rdan nechta odamlar tirilib chiqishligiga tashbih qilinyapti, o'xshatilinyapti. Odamzod ko'p, chunki qancha million, milliard odamlar ko'mborilgan yerga. Bir qism tuproqdan tasavvur qilyapsizmi? Qancha odam tirilib chiqib keladi ertaga. Ana shu chigirtka bitta teshikdan 80 ta chigirtka chiqib kelishligiga o'xshatilinyapti. Ular bir-birini tepib chiqib kelishligini qarang chigirtkalarni. Qiyomatda ham odamlar ana shunaqangi bir-birini tepkilab, ustma-ust bo'lib, ko'zlari jovdirab qabrlardan chiqib keladilar. Yana yer tagidan chigirtka tuxumidan chiqib kelishligini inson qabrdan chiqib kelishligiga tashbih qilinyapti qarang. Bu insonlarga voqelikdan bitta dalil. Nimasiga ajablanasan qiyomatda? Mana chigirtkaning tuxumi go'rdan chiqib kelyapti yer tagidan. Xuddi shunday sening tuxuming ham ertaga go'rdan chiqib keladi. Endi ularning tarqalishligini qarasangiz, chigirtkalar shundoq tuxumdan chiqqandan bir xil tomonga qarab keta boshlaydi hammasi. Uni shu miyasida ana shunaqangi narsa o'rnashtirilgan bir xil tomonga qarab yugura boshlaydi. Xuddiki mana toshbaqalar qarasangiz, tuxumdan chiqib kelganda bir xil hammasi dengizga qarab yugura boshlaydi. Qiyomatda odamlar ham go'rdan chiqqandan keyin Isrofil chaqirgan tomonga qarab yugura boshlaydi beixtiyor. Bugun haqqa qarab o'z ixtiyori bilan yugurmagan odam, shuni bilib oling. Haq da'vatga qarab bugun da'vatchilarga o'z ixtiyori bilan yugurmagan odam ertaga Isrofilning chaqirig'iga oyoq qo'llari o'ziga bo'ysunmagan holda toshbaqa tuxumdan chiqib kelganda dengizga qarab yugurgandek, chigirtka tuxumidan chiqib kelganda bir ma'lum tomonga qarab yugurgandek, Isrofilning chaqirig'iga qarab yuguradi, to'g'ri jahannamga qarab yuguradi.
Bugun da'vatchilarga qarab, jannatga qarab yugurmagan odam. Ana shuning uchun ham aytilyaptiki, muhtiina ila da' qiyomatda da'vatchiga qarab bo'ynini cho'zib yuguradi hammasi. Bugun bo'ynini cho'zmaganlar. Muhtiin, bo'ynini cho'zish degan joyini qarang. Bu ham o'sha chigirtkada ajoyib bir o'xshashlik bor. Tuxumdan chiqayotganda oyog'i bilan yerda itarib, tepaga qarab bo'ynini cho'zaveradi. Yarmi yerda, yarmi tashqarida. Tepaga qarab chiqqisi kelib bo'ynini cho'zaveradi. Muhtiin degan ana shu. Qiyomatda insoniyat go'rdan chiqqanda ham ana shunaqa bo'lar ekan. Qabrdan chiqyapti inson, yarmi qolib ketgan yer tagida ustidan minglagan odamlar uni bosib yotibdi. Ana shunaqa qilib chiqmoqchi bo'lib tepaga qarab harakat qilaveradi. Muhti' degan ana shu. Nimaga chiqqisi kelaveradi? Chunki uni majburiy chaqirilmayapti mahsharga qarab. Da'i, isrofil chaqiryapti uni. Yaqulul kafirun, kofirlar ana shunda kunda aytadilar, hada yawmun asir. Bugun juda ham qiyin kun deydilar. Chunki go'rdan chiqishni o'zi bir qiyin. Bitta teshikdan 80 ta chigirtka urilib, turtilib, ezilib chiqqaniga o'xshab, bitta qabrdan minglagan, ehtimol millionlagan odam izdihomda urilib, turtilib chiqishligi kerak mahsharga qarab. Kofirlar bugun juda ham qiyin kun deydilar. Lekin Alloh buni mu'minlarga oson qiladi amaliga qarab. Chunki mana Muddassir surasining tafsirida ham aytdik, boshqa oyatlarda ham aytdik, kofirlarga qiyin kun u. Ammo mu'minlarga Alloh buni osonlashtirgan kun bo'ladi. İnşallah suraning tafsirini keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.